Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon İslam ve Biz programımızın 90. bölümünü görüşünlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalkın. Kadirli görmelerimiz hem Allah'a malum boğandek bu programımız her bir Müslümanın dini de öz dininde düşünüşü, tuluk delil ispat üstüge düşünüş gerek boğan meselelerini ayrım tema şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Aslında her haftada sunup kilovat programımız hem Allah'a malum 2 aydan köprek vakitin bir huzuruna bulamadık. Meyliminin ustazınınki arxil işleri çıkıp kaldık sebepten her hafta sunamaya kaldık. İnşallah bunun keyinki mezgillerde her hafta Allah ömür verse sunuşqa devam kılımız. Bugünkü temamiz tünügün biz ilanımızda belgendek şeytanga yardım vermeyli temasıda. Toxtunumuz aldı bilen programımızdan daimlik mihmini hem Allah tanış boğan hürmetli Ustaz Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği azası şunaqla Dünya Müslüman Alma Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşıqari'ni teklif qıldık. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz oldindan. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz, shunaqla ijtimoiy uçur vositadagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni shunaqla savollar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda olsa programımızı başlayıp geçsek bugünkü temamızı biz şeytanga yardım vermeyli degan mavzu şekilde kılımız dedik hamdi. Bu tema elbette uzun bir insanın dünyaya yaratılıp asli makanımız bo'lgan cennetten Atamiz Adem aleyhisselam Havva annemiz düşürülgenden tartib bu insan bilen şeytanın o'tirisidagi ta qiyomatgacha davom qiladigan bu kurash izchil davomlashib kelmoqda. Nurg'unlagan sanoqsiz insonlar bu kurashda mag'lub bo'lib ketgan bo'lsa, g'alaba qilgan ham sanoqsiz insonlar va bizningki dinimiz yo'lida payg'ambarimizning ko'rsatmasi bo'yicha Allohning ta'limoti bo'yicha muvaffaqiyat qozongan insonlardan bo'lishimiz uchun albatta bu masalalarni har kunlik hayotimizda nihoyat yaxshi tushunishimiz kerak bo'lgan tema deb qaraymiz. Shuning uchun bu temani bugun to'xtaylik deb o'ltiribdik. Hurmatli ustoz, hamda shu temamizdan shaytonga yordam berganlar kimlar degan savoldan boshlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'ın sana Peygamberimizge dua salamlar olsun. İnsan bu dünya kelgenden tartib insan bilen şeytan arasında tarihi bir köreş başlandı. Çünkü Allah insanı hürmetli kılıp yarattı. Bütün dünyadaki neslerini sana boysundurup verdim, seni mukaddes bir vazif için yarattım de belgilegen vaxtıda şeytan buna berdaşlık veremedi. Çidemazlık kıl. Şeytan dedi ki insanı unçula hürmetlep geçik erzimeydi. Şeytan sen insana tapşırgan vazifeni hal kılanmaydı, onun hüddisten çıkanmaydı. Eğer ben bir zaman bir mezgel yani kıyamet için mühlet versen insanın salahiyetsiz, buzğunca senin diğer yerinden çıkmaydıgan bir mahluk geldiğini ispatlayayım de Allah'dan vaat aldı. Muş tarihten tartib Allah'a iman keltirgen insanlar bilen şeytan ve şeytanınki yoldamangan, şeytanın fikri vesvesige ergeşken insan ve cillardan ibaret şeytanın askerleri arasında tokunuş ya köreş davamlaşıp gelmekte. Bu köreş insan bilen şeytan arasında bo'lganligi uchun Allah bununla aralashmadi. Buni insan bilen şeytanga qo'yib berdi. Qaysanglar g'alaba qilasizlar, qaysanglar mag'lub bo'lasizlar, yo'lingni o'zinglar bekitinglar dedi. Allah'ın bu köreşke aralashmasligi Allah'ın acizligidan kelmaydi. Yoki Allah'ın unutib qolganlikdan kelib chiqish emas. Çünkü Allah aciz emas. Allah bir narsa unutib qolmaydi, hamma narsa qodir, hamma narsa bilib turdi. Eğer Allah bu köreşke aralashgan bo'lsa, yani insan bilen şeytan arasidagi bu köreşke aralashgan bo'lsa, bu yerda herkesmi to'qinish yuz bermagan bo'ladi. Köreş yuz bermagan bo'ladi. U vaqtida hamma insonlar Allah'a iman etgan bo'ladi. Şeytanmi u vaqtida eskiligini yoki ozdirish xarakterlik harakatlarni qilmagan bo'ladi. Yani xulosa qilgan vaqtida insonning bu dunyoga kirishining hech qanday bir ahamiyati bo'lmaydi.
Çünkü bir yerde insan bilen şeytan arz köreş bulmagan iken bu perişteden farklanmaydigan bir mahluk şekillenadi. Unda onu insanın bunu dünya kirişine ahmiyet bulamız bulmaydı. Hem de Allah insanı sınak şunu yarattı. Ben dünyada seni sınayman dedi. Doğru yolda mağamsan, hata yolda mağamsan, menin körsetmem bilen mağamsan, ya ki şeytanga asker olap gitamsan, sınaş üçün yarattım. İnsan bu dünya kelgenden tatip, insan bilen şeytan arasındaki bu köreşten mahiyetini köspedi. Demek şeytan sana düşmedi. En çok lozunkidan birinin mensiga urpedi. Ma düşmenden kendine girmedi. Bunun fikirleri işenme, bunun vesvesesiga aldanmadı. Sen bağladığın yol şeytanın yolu emas, belki ben evet bergen peygamberlerin yolu. Endi ben düşürüp bergen sana dusturu var. Asas kanun var, kitap var. Muş kitapga işensen, şeytandan galip kelersen, şeytan seni ozduranmaydı. Demek özüңнің hürmetini takımı saklagan bolasan dedi. Şu insan kaçan ki, qaysı vaqtda şeytanın hücumu uçurab qalsa, şeytanga taqabul turishqa qadir bola aladigan qurali ega bo'lsa. İnsanda bu kural bağımlısı var. Kaçan ki bu insan samimi Müslüman bolsa, imanı samimi bo'lib qalsa, şeytan yanıyalıydı. Şeytandan galip kelerdi. Şeytanın oldunu tosalaydı. Çünkü şeytan insanın kan tomirida hareket kılalısı mı? Bizden közümüzü körenmisi mi? Uçup yürelisi mi? Bazı bir taraflarda insandan küçükte körensi mi? Ama şeytanın insanga köstəlidiğen təsiri pakatlan vesvesede ibaret. Pakatlan fikir işlep çıkarışı ibaret. Pakatlan hata yolunu çıraylık gösterişinin ibaret. Bizden nezarimizde o insandan kan tomiri kererligeligi, uçağlık Allah'a közü yumup açıkça bir şehirden bir şehirge, bir devletten bir devletke hareket kılaladığın nispeten bu bek küçükken dep oylap kalışımız mümkün. Ameliyette onun bütün kılaladığın fakat fikir arkalık, vesvese arkalık, hata, neslerin çıraylık gösterişi arkalık insanın hata yoluna gösterip koyun. Hata yoluna başlap koyun. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu vakti inne keyde şeytani kâne zayıfedir. Şeytan küçük bolsa mı ama ona insanı işletmekçi olan 20 kere suikastları, planları, stratejisinin hemmesi aciz nesi ibaret. Kaçan aciz oladı olsa imanı küçük olan adamın aldığı şeytanın ilmi kere aciz. Ahlakı sağlam boğan, iddiası doğru boğan bu adamların aldığı da şeytanın ilmi kere aciz oldu. Ama insanın iman aciz olsa, ahlak aciz olsa, iddiası bozuk olsa, şeytanın yoldan bağladığın, mesela komünist parası olan bolsa değil, ya ki Allah'ın peygamberlerini inkar kıldığı adamların ki yoldan bağladığın bolsa, ya ki an seviyesi töven bolsa, bu adamlar şeytanın ki tesirine uçurap gidiyor. Hoş. Hem özümüz qarab bakadığın bolsa, biz Müslümanlar bütün köreşlerimizde mağlup bulaptık. Çünkü reallıktı. Şeytanga boğan körüşümüzde mağlup bulaptık. Çünkü şeytanın oyalları bizni çögültüp yürümekti. İnsani şeytan ya ki insani düşmanımızga karşı duruşla ilgili biz şeytanın vesvesi bilen şeytanın oyalları öz işimizde cengizden kılıp oturaptık uzun zamandan beri. Şeytan karşı duruşla mağlup bulaptı. Nefsimizni ıslah kılış meydanının mağlup bulaptı. Tacavuz düşmenge takabul duruş. Onu da mağlup bulur. Üç meydanda mağlubiyetimiz var. Hoş. Nefsimiz karşı duruşta mağlubiyet, şeytan karşı duruşta mağlubiyet, tacavuzcu düşman karşı duruşta mağlub. Reallık mı? Reallık. Bu mağlubiyetten kurtuluş için arasıyla belki daim, belki üzülüp Allah'tan yardım kılıp duruptuk. Allah'tan yardım talep kılıp dua kılıp duruptuk. Lekin Allah'ın kanuniyetiga dikkat kılmadı. Allah mena yardımı erişmekçi olsanız ben sizge bir kanununu göstermem. Ben sizge bir şartını oturup koymadım. Bir yol var. Muş boyunca bağırsanız yardım vermem, bu yardım sizge yok. Hoş. Allah Kur'an'da intan surullaha yansurkum. Eğer sizler mena yardımı erişmekçi olsanlar, nefsinler üstüne galip gelmekçi olsanlar, şeytanın fikirleri, felsefeleri, vesveseleri ve hata yollarından galip gelmekçi olsanlar, tacavuzcu, zalim, düşman üstüne galip gelmekçi olsanlar, destat mendige yakiranlar. Allah'a yardım verenler. İntan surullah yazır. Allah'a yardım versanlar, endin Allah sizle yardım. Şart enik.
Mening yordamga erishmoqchi, sen bu yo'lingda adaslab Alloh sen yordam berdi. Alloh sen yordam bermay turib, yordam talab qilmadi. Duo qilib avvar olmasin. O'zingni isloh qilmay turib duo qilsang bekadi, shart aniq. Agar biz nafsimizga qarshi, shaytonga qarshi, insoni dushmanimiz qarshi Allah'ın yardım erişmesi olsak, dastlabda Allah'a yardım berishimiz shart. Yani Allah qanday yardım beramiz? Allah insonningki yardım muhtoj emas. Yani bir yerde demoqchi o'g'ini, mening yo'lim bilan mang'amsan, shaytonning yo'lida emas buni tanladi. Allah'a yardım bermoqchi olsak, dastlabda o'zimizni o'ngishimiz lazım. Qalbimizni poklashimiz lazım. Bizni yaratgan Cenab-ı Allah bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshilashimiz lazım. Allah'ınki ko'rsatmasi bo'yicha yaşamız lazım. Bu dünya hayatida nerede yaşaydı, qanday zamanda yaşaydı, ilahi ko'rsatmaning ruhi bo'yicha yaşamız lazım. Şu bo'yicha amal qilishimiz lazım. Sebep, natij, qonuniyat bo'yicha harakat qilishimiz lazım. Bu Allah yardım bergan. Eğer Allah'ın diniga yardım bermasak, Allah'ın diniga ergashgan, Allah'ın dinini qabul qilgan insonlarni yaxshi ko'rmasak, u vaqtda biz Allah'a yardım bergan bo'lmaymiz. Demek bir yerde biz Allah'ın yardım erişirken şartını hazırladık, biz hazırlayamadık. Samimilik dinimizde, dindarlığımız samimilik qancha persen. Allah bilan bo'lgan aramızdaki münasebet qancha persen. İbadetle Allah ko'rsatgan ibadet joyida ado qilishimiz qancha persen. Dünya qarashimiz. Ma dünyada yaşagan bo'lsak, bu dünyada ko'z qarashi. Kommunistning dünya qarashi va g'arb dunyosining va yana bizning va yana bizning va. Ammo bu yerda payg'ambarlarning yo'liga ergashgan insonlarning bu dünya qarashi va. Buni qancha birisi amal qilyapmiz? Buni taroziga saqlab, bizning shart tushadiganimiz yoki tushmaydiganimiz chiqadi. Demak, bu yerda nafsimizdan g'olib kelmagan bo'lsa, shaytondan g'olib kelmagan bo'lsa, uzun zaman düşmanning basimiga, xo'rligiga, ahatiga duch kelgan bo'lsa, demak bu yerda bir chatoq mavjud. Demak, shartni hozirlayolmaganligimiz mana deb ko'rinib turibdi. Allohning bizga yordam bermaslikdan iborat bu masala oydinlashdi. Demak, bu yerda illat, sabab islom dini bo'lsa, islom dini emas. Shart aniq. Allohga yordam bersang, ya'ni sen samimiy bir e'tiqodli musulmon bo'lsang, sog'lom fikrlik musulmon bo'lsang, ibodatning joyida bo'lsa, Alloh buyurgan bo'yicha yashasang, shaytondan g'olib kelsan, nafsingdan g'olib kelsan, har qanday zolimdan ustun kelaversan. Ammo bu shartlar bizda hosil bo'ldimiz bo'lmadi. Agar biz Alloh yordam bergan bo'lsak, ya'ni Allohning dini bo'yicha yashagan bo'lsak, u vaqtida nafsimiz ustidan g'olib kelib, nafsimiz pok bo'lgan bo'ladi. Bir-birimiz qilayotgan bugungi dushmanlik, ziyonkashlik, o'chmanlik, hasadxo'rlik, fitna fasod bunisi yuz bermagan bo'ladi. Shaytonning ozg'un fikrlari, ozg'un ideyalariga aldanmagan bo'ladi. Qaysi aqimdan, qaysi kalladan kelgan bo'lsa. Bu dushmanniki xo'rlik ostida uncha zaman qolmagan bo'ladi. Dushmanni boshlab kelmagan bo'ladi. Dushmanni har zaman dushman deb avlod singdirib dushmanga hargiz bosh egmagan bo'ladi. Demak, bu xil ruh iymon mustahkam yerlashmaganlik uchun bu xil ruh yerlashmayapti bizda. Natijada bugungi parchalanish holati turibdi. Demek biz musulmonlar shayton qarshi turishda Allohning diniga yordam beramiz. Allohning dinini to'g'ri bir butun holat tushunolmadik. Faqat bir qancha ibodatga cheklab qo'ydik. Ishim tugdi deb qardik. Dunyo qarash, qilayotgan ishlarimizdagi halol bilan harom, to'g'ri bilan xatodan iborat. Bu sizni parvo qilmaydigan yerga kelib qoldik. Amal kelgancha faqatla musulmon ism bilan shakllanib qoldik, amal borimiz yo'q. Masjidga kirgancha musulmon siyosat chiqqan chog'da birini. Masjidga kirgancha musulmon tijorat chiqqan chog'da halol va haromning farqi yo'q deya ketdi. Reallikmi, reallik? Gunoh sodir qilish orqali shaytonga to'xtamay yordam beryapmiz. Gunoh sodir qildikmi, qaysi turli gunoh bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, fikri bo'lsin yoki moddiy bo'lsin, bu yerda kimga yordam bergan bo'lamiz? Allohning diniga emas, shaytonga yordam bergan bo'lamiz. Shaytonning vasvasalari, falsafalari, ozdirishlaridan kendim manqon bo'lamiz. Bu reallikmi, bu reallik? Endi o'zimizni qilib sanmay, uni tashviq qildigan shu bu xatoliklarni. Endi o'zimiz bir oz analiz nazar bilan qarab bakadigan bo'lsak, bu shaytonninki o'yinlar orasida qanchalik chuklayotganligini his qilamiz. Masalan, shaytonninki
insonni iymondan sustlashtirishga bo'lgan urinishlari. Tor dünyasida, WhatsApp'da yana bir yer, yana bizning og'izdan, yana bizning tilidan, yana bizning qalamidan buni ko'rgani bo'ldi. İbadetten suslashtirish, axloq deydigan narsa parvo qilmas, axloq yo'q siyosatda deb tashviq qilish. Bizni xafalikqa solgan narsa islom deb qarash. Bu islomni arabning dini deb tuhmat qilish, masxir qilish. Uningdan boshqa o'zaro manmanchilik qilish, hakavorlik, mutakabbirlik, shuhratparastlik, hasadxo'rlik, o'chmanlik, bir-birini yiqitishga urinish, ijtihodiy ko'zqarashlar birdan-bir miningli to'g'ri etib, boshqasidan keyin xato deb haqiqat monopolligini da'vo qilish, dalilsiz tuhmat qilish, tanqid qildim deb tuhmat qilish, tar doirga yurtbozlik qilib millatni taqim parchalashga o'xshash, mush o'yinlarning hammasini dasturxonga to'ksin nima chiqadi? Shaytonning o'yinlari man deb ko'rinib turdi. Biz shuning ichida yashayapmiz. Shaytonning o'yinlari bu. Vasvasalari mush. Buning har birisidan Qur'on, sunnatdan to'g'ri ekanligi dalil hech qanday dalili yo'q. Xo'sh. Bugungi kunlikda islomning ko'rsatmalariga bo'layotgan hujumlar, o'zini musulmon deb atayotgan, yoki ziyoli deb atayotgan, yoki tadqiqotchi deb atayotgan bir qismlar. Bunda holatda Allohning yordami nerdan kelsin? Qaqshashlar va u yordam qilmadi, bu yordam qilmadi. Boshqalardan qaqshashdi ilgari o'zini bir isloh qilgan bo'lsa, nafsini bir poklagan bo'lsa, shaytonning ustidan g'olib kelgan bo'lsa, u vaqtida uchinchi bo'lgan eng chong dushman ustidan g'olib qilgan yo'lni Alloh bir yordam beradi. Halimiz qarib. Bugun kunlikda biror davlat bir odamlarga binasi berib yordam qilaylik desa, nimaga asosan yordam qildi? Birlik bormi? Yo'q. Kuch hosil qila oladimi? Yo'q. Tashkillik harakat hosil qila oladimi? Yo'q. Sog'lom bir ideya shakllantirib bera oladimi? Yo'q. Nimaga asosan yordam qilgan davlat? İstihbaratlar ming tadqiq qilib, qiladigan, qilmaydigan yana o'lchaydi. Ba'zi yerda ipni qo'yib bergan bo'lsa, ba'zi yerda vaqt tatib to'xtatdi. Demak, biz shaytonning o'yinlaridan chiqib bo'lgan yerda emas. Nafsimizningki xohishlardan qutulgan yerda emas. Xatolashgan bo'lsak, e'tirof qildigan yer, keldigan yerga emas biz. Demak, xulosalgan vaqtimizda agar biz yuqoridagi illatlardan qutulanmasak, shaytonga yordam qilgan biz bo'lamiz. Shaytonni kuchlantirgan biz bo'lamiz. Şeytanның o'yinlarini ijro qilgan biz bo'lamiz. U vaqtida natija nima bo'ladi desa, ko'z oldimizda ko'rinib turdi. Allohning yordamiga erishamiz. Mahkumlik, xo'rlik davomlash. Demak, shaytonga yordam bergani boshqa biz emas, har birimiz. Gunoh sodir qilganlar bo'lsa, tuzatmasak, keyindan gunoh sodir qilib, tavba qilmagan bo'lsak, to'g'ri yo'l qaytmagan bo'lsak, ideyamizni isloh qilmagan bo'lsak, demak shaytonning fikri bilan mangduq demak. Ko'p rahmat haqiqatan tafsili ichib bana. Qadrli ko'rmadim ham shu so'zlash jarayoni, bu gaplarni anglash jarayonida shu narsalarni biz o'ttirib qo'yilgan yuqoridagi so'zlarning hammasi mavjud realligimizdagi bunchavala nuqsonlarimizdan qaqshash, vaysash emas. Buni o'ngshashninki, ya'ni tushib qolgan ahvolimizningki xuddi bir kasalni shifo deb qo'yish uchun oldi bilan u qaysi kasal bo'lganligini doktor diagnozini to'g'ri bir qo'yib, ondan uning doğru belginiga o'xshash mavjud holatimizdagi har bir inson aslida bu savolni o'zidan men nada ketkizyapman, nima ish qilyapman deb har bir musulmon so'rgan vaqtida qaysi narsa tegishli qanchilgan narsalarimizni borligini his qilib yetalaymiz endi. Abaysli ustadım so'zlab o'tgan shaytonninki hiyla mikrniki naqadar qilgan bilan ojiz ekanligini, faqat qiyomatda shuning uchun insonlarni ozdirib bo'lib dunyoda Allohning oldiga borganda o shayton, o meni shu shayton ozdirgan deb insonlar shu vaqtda deydi ekan hamda bizni ozdirib bo'lib. Lekin u vaqtda shayton bizdan tamamen qochib, hammamizga dönüp men seni tutup apırıp, kulağından tutup apırıp kıldırdım ben fakat sana vesvese kıldım. Sana bir şey kıl dep sana şu ündüdüm şununla. Ama sen tallap özünü ihtiyarla kullan kıldın dep bizni şu ig'ir kundan aldık taşap qilib qaçırgan gapim de. Shuning uchun bu har birimiz bu narsalarga ajoyib diqqat qilishimiz, tekshirishimiz kerak bo'lgan masala. Endi shu
dinimizde şu şeytanga yardım bermanglar degan bir buyruq var hamdi. Şeytanning yordamchisi bo'lib qolmanglar degan şekilde. Bunu qanday tushunimiz biraz bir o'sha ochgan bo'lsak. Peygamber Aleyhisselam bir hadiste la takuna avdan şeytan ala ahikum. Şeytandan yardımcısı bulmanglar dedi. Şeytanga yar yo'lak bulmanglar dedi. Yaqinlashmanglar dedi. Endi biz realligimiz asosida biraz tahlil qilsak hadisni. Bazı insanlar mavjudki o'zlarini pokiz ko'r. Perişsifat. Xatolaşmaydigan. Uningdan boshqasi bo'lsa, og'ir darajada xatolaşilgan yoki og'ir darajada gunoh o'tkazgan insonlar deb davomli boshqalar qor ko'z aynaklar o'ziga oppoq aynak bilan qaraydigan insonlar mavjud. Bu turda kishilar qarindoshlar qachon xatolashiga deb kutib turdi. To'g'ri yo'lda mangsi bo'ldi. Qarab turgan. Bir hidoyat yo'lda mangsi bo'ldi. Taximni olg'a ilgirlab, yaxshi yo'lda mangsi bo'ldi deydigan qachon bir xatolashiga deb ma'rab turdi. Navadi bir xatolikni tepib olsa, sazoyi qilib dunyoga yeyib, mana mandaq adam deb xursand bo'lib ketdi. Demak, bir qarindoshiniki bir o'tkazgan bir xatolikni, ya'ni kollektiv xatolik ayrim, shaxsiy xatolik ayrim. Birozdan buni izohlaymiz. Bu yerda balkim ba'zilar kallasida ba'zi xatolik o'tkazib jim turish lozimmi degan savolni tashlashi mumkin. Birozdan keyin ochamiz. Qanday qilib tavba qilgan bir xatoligi bo'lsa-mi, yoki pushmon bo'lganligini ifodalagan bir xatolik bo'lsa-mi, ammo bu tashlab o'tmaydi. Bir yerdan bir putaq topsam deydi. Amaliyotda bir inson xatolashib tavba qilsa Alloh kechiradi, ammo ba'zida inson kechirib o'tmaydi. Yo'q, uni o'tib o'tsak bo'lmaydi. Yo'q, uni unutib qolsak bo'lmaydi. Hamma uni tor dunyosiga chiqib, dunyoga yeyib, yuzini to'kib, rasvo qilsa qo'ltib turib oldi. Xo'sh. Bir yerdan putaq topib olsa, uning niyati haqida, maqsadlari haqida gumon taqtishga boshlaydi. İnsaniyat dünyasida bu xil illat mavjudmi? Mavjud. Amaliyotda dinimizdan ko'rsatmizda qarindoshlardan ayb izlab yurish va uning yuzini to'kashga urinish bu shaytonga yor yo'lak bo'lganlik, shaytondan yo'lda manganlik, shaytonga ergashganlikdir. Chunki shayton va shaytonning ergash kuchlari insondan bo'lsin, jindan bo'lsin, bir musulmon xatolashib qolsa ya gunoh o'tkazib xursand bo'lib ketadi. Demak, bu yerda bir musulmon, ya'ni bir musulmonning xatolik bilan xursand bo'lib qolsa, o'mi bir shaytonninki yo'liga kirib qoldi. Qachoniki inson bir aroq ichdi, yoki zina qildi dedi, yoki xiroyin qo'llandi dedi, yoki o'g'irlik qildi, yoki qo'ymichilik qildi, yoki harom savdodan birini qildi. Qilsa shayton xursand bo'lamiz, xursandmi? Demak, bu yerda musulmon insonmi bir qarindoshi bir xatolik o'tkazsa, uningga bir istig'for tilamak yo'q, uni bir to'g'ri yo'lga tashabbus qilish yo'q. Onu chiroyli usulda haq yo'lga qarshi yo'q, qaytarish yo'q. Tashviq qilsa, bazaq sas xursand bo'lsa, buni shayton bilan bo'lgan farqi demak. Endi ba'zi kishilar var, vatan millat bilan munosabati yo'q. Ya'ni kollektiv mas'uliyat bilan millat xarakterlik, vatan xarakterlik shu bilan aloqasi yo'q bir xatolikni o'tkazdi. Ya'ni shaxsiy xatolikni mijda o'tkazdi. Agar kollektiv xarakterlik mas'uliyat bo'lsa, uning hisobini olish u baş. Mesela birisi bir top adamdan mal mülkünü o'g'irlab oldi dedi. Ularning haqqini qaytarib berish lozim. Birisi bir bölük adamlarga haqorat qildi. Uni uzr so'rash lozim, izzat obro' chaqilganlik uchun. Ammo birisi bir xatolikni o'tkazib soldi. Ya'ni bu millat bilan, yoki jamiyat bilan, yoki davlat bilan, vatan bilan aloqasi yo'q, ya'ni shaxsiy xatolikni o'tkazdi dedi. Ba'zi insonlar borki, buni rahim qilmaydi, bir shaxs bir xatolik o'tkazib solsa. Bir yepüte, bunu bir bilmezlik salay, uqma salay demeyiz. Başkalarının hakkı ötep kalgan olsa, o ayrılmış kollektifninki. Lekin kollektifnin şahsi bir hatalık sadır oldu bu insandan bir yerden. Bir usulden. Kullu beni adam hattaun diyen hadisine hükümler. Bunu yepişka kat'i razılık yok. İçi ütüşka. Paş kıldım deyişke, bazağı salamen deyişke, ile közen köztümen deyişke karab oturduğun bir kısım insanın mevcutmusun. Şuna musulmonlikning huquqiga, qarindoshlik huquqi rioya qilmaydigan bu odamlar yaxshi insonlarmiz. Davomli ma'rab turadigan, davomli illat izlab turadigan boshqalardan, davomli xatolar tutib sazoyi qilman deydigan bu odamlar yaxshi odamlarmiz. Eng nachar odamlar.
Çünkü Peygamberimiz bu adamlar hakkında şirar ibadullah el-meşşâun bin nemîme. En eski adamlar, nachar adam qanday qilsa, suxanchilik. Bugun kunlarda suxanchilik taz bazat etadi. Aning gibini ma'no yo'tkaydi, ma'ning gibini aya yo'tkaydi, gap qo'shidi, yoki tutqun chiqirdi, yoki egz pas qildi. To'g'ri. Bu ahvol yomon kangir. Yaxshi niyatiga, yaxshi tarafiga olib boradigan ahvolni aytasiz. Demisimi bo'ldigan bir gapni deb qo'ydigan. Yoki ma gapni desam ikki tarafning orasidagi munosabat buzilishi mumkin, ziyon kelishi mumkin deb o'ylab, uninglarmi kar yo'q. Faqat o'zini yaxshi qilish uchun yoki bo'lmagan bo'lsa, suxanchilik kesili giribtar bo'lganlik uchun ishlaydigan, ikki taraf orasini so'qas soldigan. Bu ahvol yoki bu illat mavjudmiz. El-mufarriq beynel ahib, do'stlarning orasini ayiradigan. İnsan bo'lgan xatolik yuz berishi mumkin. Ba'zi hasad yuz berib qolishi mumkin. Lekin unda qilma deydiganning o'rniga, ko'rmaslik selishning o'rniga, bilmas selishning o'rniga taqitish orqali do'stlarni ayirib o'tadigan, begona pak kishilarga tuhmat chaplaydigan, qor chaplaydigan bu odamlar eng nachar odamlar deymiz. Jamiyatimizda reallikda buni bugun yashayotamiz, yashayapmiz. Ko'z oldimizda ko'rinib turadi. Buningdan Allah razı bo'lamdi, shayton razı bo'lamdi degan bu savol qo'yilmaydi. Xo'sh. Agar bizning qilgan ishimizga ilohiy va'yidin hujjat bo'ladigan bo'lsa, buning qo'shimcha siyosiy prinsip xarakterlik yoki davlat prinsipi deylik, harakat prinsipi deylik. Prinsipal bir masala xiyonat yuz bergan bo'lsa, buni o'tirg'a chiqib yo'lni to'g'rilash lozim, tuzlash lozim. Tushunchani to'g'rilash lozim. Agar prinsipal xarakterlik bir masala emas, bir pashparat bir mesele, fışşak bir mesele. Bu meselede mi bu xil suxanchilik, sazoyi qilish, bir gunoh kishilarga qarchaplash, biz xatolasi boshqasini qo'shib, uni bilan tang haydashdan iborat bu xil nachar illat jamiyatimizda bazat topmoqda. Peygamberimiz bu üç sifatlik odamlarni suxanchi, do'stlarni bir-biridan ayiradigan, begunoh kishilar, qalpoq kiygan odamlar eng eski odamlar. Yaxshilik yo'q. Onun unvanı, yani bizim söyle karı yok. Onun glassı bilen, ya sellisi bilen, yani bizim iş yok. Muş nacar illet yapıldı mı şirar, en eski adamlar var. Burun çeklik sandık kılması bilgen halkaralık taratqı bilen bütün dünyaya taqtıdan gap. Demek bir adam bir işini qilsa, bu işninki ta'sir ne verip to'xtaydi. Bu işten faydası qanchalik, ziyni qanchalik bir tarazlık serip durup bir qildigan bir mesele. Ama apuski onun da yok. Bugün xabar ishlash muxbirlarning odati xabar nada bo'lib qolsa jug'urib qolganga o'xshash. Uni oldi keyin bilan farqi yo'q. Hammasi emas tabiatda. Xo'sh. Ba'zi xabar kanallarni deylim. Shunga o'xshash bizning odamlarning ba'zisi dal mushunga o'xshash xabar chiqish amroq bo'lib qoldi. Oldi keyin ta'kidlamay turib, tekshirmay turib, bu ishning foyda ziyinini o'lchimay turib. Shunga o'xshab qoldi. Shunga bir kishi hayotida bir shaxsiy xatolik o'tkazgan bo'lsa, onun yüzünü döküp şeytan taşlab vermeyin. Şahsi hatalık ötkazgan bo'lsa, u anda qilgan, munda qilgan deb, onun yüzünü dökkendeki manemse büzlügöçe qargı olsam büzlügöçe olma, taz olsam büzlügöçe ol deb hata yo'q taqim kirib ketdi. Bir qatim xatolashgan bo'lsa, ikkinchi qatim xatolashmaslikka bir da'vat qilaylik. Tavba qilishga, istig'for etishga tashabbus qilaylik. Uningga to'g'ri yo'lni bir ko'rsatib qo'yaylik. Ammo bir xatolik o'tkazib uni masxar qilmaylik. Çünkü mesxir qilgan inson atog'in yana bir xatolikni qilib salishi mumkin. U turdikini qilmasa, yana bir turdikini qilib salishi mumkin. To'g'ri. O'zimizning muqaddas bir pok boshqalarni nachar sifatga qarab olmaydi. Gunohni yomon ko'raylik, lekin gunoh o'tkazib solgan shaxsni yomon ko'rmaylik. Chunki oyat karimada la yasqar qavmun min qavmin. Bir odamni mesxir qilmasin deydi. Qarang ana deydi. Tamoq chekib Karanlığın altıga yanımızmı qıptı. Xatalık ötküzüp sağın. Tavba qilish chaqirayli, to'g'ri yo'lga chaqirayli. Hidayet yo'lga chaqirayli. Ammo masxir qilib bazog'i salab, uning o'zini to'kidan mashina qilmasin deydi. Balki masxir qilgan odam bir xatolik qilgan bilan sendan yaxshi bo'lishi mumkin. Sening xatoliging sansa 10 chiqishi mumkin, bir chiqqan bilan hidayet. Asayakun xayramen. O'zingni aqlab ketma deydi. Qilgan ishi bilan faxrlanib ketma deydi. Balki sen ko'z gilmayotgan odam senden afzal bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni nachar ism bilan chaqirmang. Bugungi kunlarda bu taraqqiy qilamiz.
Nayet set lakamlar. Nasihat laqam. Ayetden ayet aniq bo'ladi. Musulmonlar xitob qiladi. Iymon bu aytgan bo'lsang, ma nachar alasan tushib qolmay. Dadisi Ahmad deb ism qo'ygan bo'lsa Ahmad de, Samad degan bo'lsa Samad de. Uni ustiga chiroyli ism bilan chaqiringlar deymiz. Xo'sh. Masxir qilmanglar. Ammo bugun laqam qo'yish kelgan chaqda u nom bilan, bu nom bilan professor darsini olib ketdik biz. Axloq darsidan chatnab ketdik. Hay Allah. Demak, bu oyatni qarasak, bir musulmonni masxir qilish, g'aybatini qilish, ikki kishining orasini ayirib o'tish adovat sababi bilan o'zaro yoki boshqalar orasida suxanchilik qilish, dalilsiz yomon gumonda bo'lish, birsi sat ism yoki sat laqam qo'yish, bu shariat buni ig'ir gunoh deydi. Bu fosiqlik deydi. Bu zulm qilganlik boshqalarga bu deydi. Bu qilmishlar musulmonning qilmishi emas, bu shaytonning qilmishi. Buni sodir qilganlar shaytonga madad berganlar deydi. Shaytonga askar bo'lganlar deydi. Shunga shaytonga askar bo'lib qolishdan, shayton yordamchi bo'lib qo'yishdan saqlanaylik. Bu sababdan deymizki, qarindoshlarga yomon gumonda bo'lish, hasadxo'rlik qilish, dushmanlik qilish va munosabatni uzish urinish bu musulmonning qiliqi emas. Bu shaytonning qiliqi. Shaytonning o'yinlari. Chunki payg'ambar alayhisalom musulmonning huquqini bayon qilib, iyyakum waddan. Yomon gumonxo'rlik saqlang. Daliling bo'lsa-da, daliling bo'lmasa, gumonxo'rlik bilan gap qilmasan dedi. Ag'zoni shum dedi. Gumonxo'rlikdan saqlaninglar dedi. Dalilsiz gumon taqatmadi. Chunki gumon eng nachar gap. Bir-biringlarninki ayb nuqsini izlamanglar dedi. Bir adam, bir shaxsiy hayot xatolashganmiz, buni hisobini Allohning oldida berdi. O'ziga munosabatlik bir xatolik bo'lgan bo'lsa. Ammo millatga munosabatlik, masalan, xiyonat o'tkazgan, sotqinlik qilgan, u ayrim millat uning hisobini asib bo'ldi. Yoki millatni aniq xato yo'lga boshlagan. Xo'sh. Vahiyga xilof holatda aniq xato yo'l bo'lsa, uning hisobini asib, u ayrimdir emas. Jasuslik qilmanglar. Hasadxo'rlik qilmanglar, munosabatinglarni buzmanglar o'zaladi. Qarindosh bo'linglar. Bu musulmonning bir musulmon ustiga huquq majburiyatlar. Xo'sh. Demak, buning asosan bu huquqlar rioya qilmagan asosda g'aybatini qilish, tillab qo'yash, ko'z qilmaslik yoki masxir qilish yoki uni e'tiborsizlashtirishga urinish yoki bir tarmoq bir masalalarda, ya'ni dalil paket yo'q, ya'ni Qur'on sunnat dalil paket yo'q, bir ijtihodiy masala yoki shariat masalasidan bo'ldi, ham siyosiy masaladan bo'ldi. Aniq kaskin bo'lmagan masalalarda haqiqat monopolchiligini birdan-bir to'g'ri yo'l mushu, birdan-bir siyosiy harakat mushu degan qo'shish, monopollik da'vo qilish, o'zini birdan-bir to'g'ri yo'lda menayotgan, boshqalarni xato yo'lda menayotgan deb qarash deganga o'xshash bu qilmishlarning hammasimi yuqorqi hadisning hukmiga asosan bu shaytonning o'yinlari. Bu shaytonga yordam berganlar. Shaytonning planini ijro qilganlar. Chunki shaytonning qilgan ishmasi ya'murukum bis-su val fahsh. Yomon ish bo'lib qolsa, nereden keldi desa, shayton tarafdan keldi dedi. Fahsha dedi. Mayli moddiy taraf bo'lsin, mayli ma'naviy taraf bo'lib qolsin, odam saskindigan, ilohiy va ixlob qildigan, musulmonlikqa zid qildigan bir ish kimdan keldi? Shaytonning. Demak, buni bir inson sodir qilgan bo'lsa, kimning yo'lida mang desa, shaytonning yo'lida mang dedi. Sizlar yo'liga ketmanglar dedi. Bundan kirib qolmanglar musulmonlar dedi. Shunga shaytonning yordamchisi bo'lib qolmaylik desak, birinchi qilib iymonimizni mustahkam qilaylik. Xo'sh. Qalbimizni poklaylik ikkinchi qilib. Axloqimizni ruslaylik. Fikrimizni ilohiy vahiy asosida sog'lom bir rilsqa yoki sog'lom bir yo'lga buni kirgizaylik. Qur'on sunnatning ko'rsatmasidan islomning dunyo ko'z qarashidan ayrilmaylik, mush asosda harakat qilaylik. Agar biz bu doiradan, aniq ro'shan doiradan alqib ketib qolsak, yoki buni rioya qilmay qolib qolsak, u vaqtida o'zimiz bilib bilmay yoki sizib sezmagan holatda shaytonninki askariga yoki shaytonning yordamchisiga o'yinib qolishimiz mumkin. Shunga bu yerda bir misol olsak, shaytonga yordam bermaslik uchun bugun ikki nuqtadan misol oldim. Birisi to'y-to'kinlarda bo'layotgan ba'zi munkar ishlar mavjud. Masalan, tans o'ynaydigan yoki erlar bilan ayollar oralashib usul o'ynaydigan
Münkerimiz şeriatning ko'rsatma aniq munkar ish. Shaytonga yordam bermaydi, shaytonning buyruqini ijro qilmasak, ibodat hisoblanadigan, nikohdan iborat vahiy asosida boshlangan bu ishni munkar ishdan tozalaydi. Bu xatolikni sodir qilmaydi. Xo'sh. Naqshi muzika o'zining yo'li bilan bo'lsa, shariat xilof qilmaydigan holat bo'lib qolsa, u ruxsat, u ayrim ish. Hech kim uni cheklab bir yoqqa olmaydi. Ya'ni xato mazmun bo'lmasa, xato so'z bo'lmasa, naqshi muzika o'zining yo'licha ruxsat. Ammo dans o'ynash, ayol aralash usul o'ynash bu og'ir darajada munkar ham shaytonning askarligini tashabbus qiladi. Shaytonning yo'lini tashabbus qiladi. Bundan saqlanish lozim. Ham og'ir gunoh bo'lish. Endi so'z setiqlarimizda halolligi aniq bo'lmagan so'zlarni saqlash lozim. Qaysi turdagi so'zni qilaylik, halollik aniq bo'lmagan bo'lsa, buni saqlash lozim. Masalan, misol olsak, bir odamning 10 ming dollar puli bo'lsa, 100 ming dollar bilan dollarchilik qilib yoki oltinchilik qilib qiladigan bir ish qilar. O'zining kuchi yetmaydigan doirada qiladi. Bu so'da harommas, aniq harom so'da. Kim fatvo bergan bo'lsa, eng munkar, eng xato, eng shaytonning fatvosini bergan bo'ldi. Bu bir misol. Demak, bu yer so'z setiqlarimizda olsun, tijoratlarimizda olsun, halol, haromlik aniq bo'lmagan ma masalada diqqat qilish lozim. Halol savdo bo'lgan bo'lsa, davomlashtirish, halol bo'lmagan bo'lsa, buni yenish lozim. Bu shaytonninki yo'lga qadam qo'ydi demak. Endi siyosiy maydon qarasak, buni misol olsak, manmanchilik. Sanki xizmatni kim qilsa? Agar fisabilillah deb qilgan bo'lsa, kim bo'lishi qat'iy nazar. Savobni deb qilsin. Samimiyat bo'lsa, ixlos bo'lsa, riyoxo'rlik bo'lmasa, manmanchilik bo'lmasa, bundan savob farishtalar tarafidan yozilaver. Sen savob olgan so'ng nima manmanchilik ketadi buni? Nima beshamlik ketadi ba'zilardagi o'xshash. Fisabilillah qilgan bo'lsa. Endi yana ba'zilarda bu butun mas'uliyatni boshqalarga atib qo'yib o'zi xuddi bu mas'uliyat yo'qdek qaraydigan. Kim qiladi olsa falana qildi. Biz o'zimizdan shaxsiy ish bilan aytamiz. Xuddi iymon mas'uliyati uning yo'qdek, xuddi vatan mas'uliyati uning yo'qdek, xuddi millat mas'uliyati uning yo'qdek bir turkum odamlar mavjud. Endi boshqalar umumlashtirib hukm chiqarib qo'ydigan. Shaytonning qiliqlari. Biz xatolashdi. Xatolashgan bo'lsa, shuni aytlaydi. Wala taziru wazratun wizra ukhra. Birisining xatoligini birisiga atanmaysan dedi. Döngeyenmeysen dedi. Hüccet bo'lmasa qo'lingda ro'shan döngeyenmeysen. Birisi xatolasa bir top odamlarni bir tutash aqlash yoki bir tutib qarlash bu ig'ir xatolik bu. Bu shaytonning usuli bu deydi. Dalilsiz ayıplash, tanqidning o'rniga tuhmat qilish buning hammasi shaytonning o'yinlari. Shunga shayton yordam berib sanmaslik uchun bu xatoliklardan saqlanish lozim. Abay kollektiv xatolik bilan shaxsiy xatolikdan masalasini deyapman. Buni biraz balkim oxirgi bir qancha oylardan buyon bo'layotgan ishlarni hammamiz bilamiz hamda. Shu yuqoridagi so'zlanganlardan butunlay umumiy shaklda tushunib qolmaslik uchun biraz aytish to'g'ri kelsa. Masalan, shaxsiy xatolik degan birisi ro'za tutma deydi. Ramazon oyida ro'za tutma. Bu xatolik shaxsiy xatolik. Allohning haqqini ado qilma. Yoki imkoniyati bor turib, sharoit bor turib haj qilma dedi. Yoki puli bor turib zakatini berma dedi. Shaxsiy xato. Ham boshqalarning haqqi chetilgan bir xatoliklar. Masalan, birisi mas'ul bo'ldi. Mudir bo'ldi. Bu men millatning nomidan uni qilaman, buni qilaman deb xatolikni biz sodir qildi. Buni qilgan xatoligi shaxsiy o'zi bilan tugmay, millat xarakterlik ziyonni keldi. Unda bo'lgancha millat xarakterlik yoki vatan xarakterlik yoki davlatimiz bo'lgan bo'lsa, davlat xarakterlik bir ziyon kelgan bo'lsa, buning hisobini elish bilan shaxsiy hisobni chiqish oraliqda farq bor. Shaxsiy xatolik bo'lgan bo'lsa, bugun zakatni beramiz kelar yil bira, yana bir yil bira, Xudoim insof beradi deb uni duo qilgani, istig'for aytgani, uningga to'g'ri yo'l tashabbus qilgani, tavba qilgani bo'ladi. İmkoniyat bo'lmasa bu shaxsiy xatolik bor. Ya'ni boshqalarning huquqi chetlib qolmagan xatolik. Endi boshqalarning huquqi chetlib qolgan kollektiv xatolik bo'lsa, u vaqtida buning hisobini aning o'xshashlar jumib etgani, ya'ni ko'z jumg'ini yepib etgani bo'lmaydi. Masalan, misoldan bir olsak,
44-yili. Balkim ba'zilar to'g'ri deyish mumkin. Mening nazarim tamoman to'g'ri emas. 44larda bo'lsa kerak, yil xatolashmasam. Ahmadjon Qosimi Sharq Turkiston davlatininki vakili bo'lib Urumchiga imzo tuzgini, to'xtam tuzgini bağgan vaqtida bir davlatning vakili bo'lib turib bağgan chaqda nima sifat bilan qaytdi? Nima sifat bilan imzo qo'ydi? Yo'q, biz mustaqil emas. Bir Abdulmo'yinning ba'zan ishimiz tugdi deganim bilan nima qildi? İmzani xato qo'yib, xatolik o'tkazmadimi? Davlat sifatini tamamen yo'qotdimi yoki yo'qotmadi? Yo'qotdi. Misal, chunki yaqinqi misollarni insonlar o'zi tushunib oldi. Men ko'ra misolimizda. Mesela. Onun o'xshash yana misollar jiq. Ya'ni kollektiv haq, kollektiv mas'uliyat atilib qolgan xatolik bilan shaxsiy xatolik buni farqlantirishimiz lazım. Shaxsiy xatolikni apu qilib olsak, jumib olsak, yepib olsak, buni savob qilishimiz. Kollektiv xatolik yepib o'tgan bo'lgani bo'lsa, ya'ni kichik bo'lgan bo'lsa, agar ig'ir darajadagi nurg'un millatninki huquqiga, nurg'un millatninki izzat sharaf bog'langan bo'lsa, buning hisobini dalil pakt bo'lsa, uni elish, uni o'ttirib chiqarish, agar xoinlik bo'lgan bo'lsa, masalan, palani o'xshash, buni o'ttirib chiqarib, millatni ogohlantirish, u yo'lliq bir ish. Xo'sh. Ko'p rahmat. Hamda ijtimoiy uchur vositalarida nurg'un es qilib turmiz hamda shu. Bir-birisining faqat ko'z qarashda o'xshash bo'lmaganligi uchun bir-birisini shu qadar yuqorida deyilgan nurg'un islomimizga, dinimizga xilof bo'lgan ishlarni nəhayət yeniklik bilan ishiltidi, yozdi, gap qildi degandek. Shu turli ko'z qarashlarda shu qiynashlikni buzmay saqlab qilishninki yo'llari haqida biroz gap qilib o'tsak. Ko'z qarash masalalarida ba'zilar qo'shiladi, ba'zilar qo'shilmaydi. Yani ba'zilar bo'libdi deydi, ba'zi bo'lmabdi. Bu tabiiy ahvol. Men bir gapni qilgan bo'lsam, ko'z qarash ustida. Ya siz bir gapni qilgan bo'lsangiz, yana biz gapni qilsangiz, hamma odamning zodi rost deyish o'rni yo'q. Chunki Alloh insonning aqlini har xil qilib yaratdi. Xo'sh. Unda bo'lganki, har odamning aqli har xil bo'lganligi uchun, har odamningki ong saviyasi, tasavvuri, fikri har xil bo'lganligi uchun har xil fikr qilishi, ba'ziga qo'shilib, ba'ziga qo'shilmasligi bu tabiiy ahvol. Lekin mashhur bir ogohlantirib qo'yishga tegishli bir masala deb qarayman-da. Bu normal inson masalalarga bo'lgan ko'z qarash masalasi unda bo'lgan bilan, masalan, dinimizda har qanday bir olim, masalan, Rasulullohning so'zlari, Allohning buyruqlari, Rasulullohning ta'limotlari bu narsalarga bir narsa deyilgan vaqtida yoki a olim yoki b olimdan so'zlangan bo'lsa-mu, uning og'zidan chiqqan bilan o so'z uning fikri emas bo'lganligi uchun Allohning va Rasulullohning bu dinning hukmlari bo'lganligi uchun buningda hech kimning mening ko'z qarashim bunda, men buni xohlamayman deyish haqqi yo'q bir musulmon degan. Mana nuqtaga buni birazlik ochmoqchi edim, bu zodi nozik nuqta. Shu ko'z qarash dedik. Yani ko'z qarashga shaxsiy tasavvur, shaxsiy tushuncha, shaxsiy ko'z qarashi, shaxsiy tahlili, shaxsiy tasavvuri. Agar bir odam bir masalani ro'shan bu, ya'ni tushunchasi, mafhumi, izoat aniq bo'lgan, Qur'on, sunnat dalil kelib shariatning hukmi ma'lumot desa, u dalil aniq to'kishni dastlab o'tgan bo'lsa, bir musulmon yo'q olatim olmaydim deyolmaydi. U Allohning so'zi. U ilohiy va u bosh usti. Miyadikse Qur'on, sunnatdan bizda nima yo'q? Aniq dalil yo'q, faktimiz yo'q. Biz mesela mandamike deb bir mesele o'tirib qo'ydik. Yani biz bu mesele mandamike deb o'tirib qo'ydik. Yani biz mandamike. Demak, Qur'on, sunnatdan aniq dalil bo'lmagan masalalarda ko'z qarashninki har xil bo'lganligi bu normal ahvol. Unda bo'lgan ko'z qarashlar har xil bo'lib qolsa, bu tabiiy deb ma'noqdan demoqchi. Shu bu yerda bu ilohiy vahiydan kaskin dalil bo'lmagan masalada ko'z qarashimiz turli bo'lib qolsa, bundan ichimiz siqilib qolsa bo'lmaydi. Xo'sh. Shunga bu noktada mı qarindoshligimizni saqlab qolishimiz va yuqoridagi illatlar bayon qilingandek shaytonga yordamchi bo'lib qolmaslik uchun bu yerda bir necha qoidalarni bayon qilsam yaxshi bo'lishi mumkin. Birinchi qoida shar'iy jihatdan va aqliy jihatdan kaskin bo'lgan masalalarning sirtida. Shariatda kaskin deb qaralgan ham aqliy jihatdan bir-birini qo'shsa 2 degan o'xshash kaskin bo'lgan, masalan, yana tartish qonun deydi. Keskin bo'lgan bir mesele. Bu meselenin sırtında bir insanların göz qarashi, tasavvurları, teklifleri kimden çıkıştan qat'i nazar ko'nglimiz yoqsin yoki yoqmasin, to'g'ri bo'lishi, xato bo'lishi mumkin.
keskin bo'lgan masalada bosh ustiga ilohiy vahiydan keskin bo'lgan masala ening keyindir aqliy masalalar bor qat'iy bo'lgan masalalar yuqorida degan masalan o'tninki ko'ydirilgan qonunga o'xshash suvni aqtiradigan qonunga o'xshash bunda keskin masalalarning sirtida dedik men ma'no ayirib o'tdik ya'ni keskin bo'lgan masalaning sirtidagi insonlarningki tasavvuri ko'z qarashlari fikrlari bu kimdan chiqishdan qat'iy nazar bir insonning ko'ngliga yoqishi yo yoqmasligidan qat'iy nazar to'g'ri bo'lishi yoki xato bo'lishi mumkin chunki u ilohiy vahiy tayanmagan ekan shar'iy masala bo'lgan bo'lsa yoki aqliy jihatdan yillar asrlar bo'yi tajribadan o'tmagan ekan bu masalaninki to'g'ri xato bo'lib qolishi mumkin masalan dinimiz qarasaqmi keskin bo'lmagan masalalar ya'ni ijtihod xarakterli masalalarda bir masalada ba'zida ba'zida hatto 5 xil tasavvur 5 xil izohat 5 xil tafsir 5 xil ko'z qarash mavjud birisi mal ko'z qarashini oldi yana birisi al ko'z qarashini oldi undan mavu ani keskin ayıplanmaydı. İkinci mesele insani fikirlerini yani vahiyden delil yok. Köz qarashlarni qabul qilish, rad qilishda nafsi xohishiga tayanib qalsak yoki mutaassiblikka tayanib qalsak yoki kibrligimizga tayanib qalsak yoki bilimsiz turib maydonga kirib olgan bo'lsak bu chatoq chiqadi. Bu insani fikrlarni, insani tasavvurlarni nimaga asosan buni mizon solmasa bilim ma'rifat asosida. Ansaviya asosida buni o'lchishimiz kerak. Demak bu masala deyil. Palana aqimdiki. Palana aqim tip bo'lsin. O'ttiriga tashlangan shu fikr to'g'rimi, xatomi? Bir musulmon bo'lishimiz sufti bilan, musulmon bo'lish suftimiz bilan ilohiy vahiga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Bizning siyosiy ko'rishimizga foyda ekelamdi, ziyon ekelamdi. Bizning tijoratimizga shar'iy jihatdan to'g'ri kelam, to'g'ri kelmi? Buni nima bilan o'lchaymiz? Ilm, ma'rifat, ansaviy asosida. Ammo afsuski ba'zi insonlar o'zi nodon turib bilmagan masalaga aralashib oldigan. Hech narsa bilmasa mutaassiblikdan bir jo'lib oqadigan, ba'zi nafsi xohishdan buningda yonsa meniki nimam tushib ketadi, bozorim tushib ketadi deb xato masalalarga qo'llab qo'yadigan ahvollar bor. Buningdan saqlanish lozim. Uchinchi qoida, ya qarni saqlaymisak, bugun kunlikda ma'rifat maydonlari sari kesblashdi. Har sohaning o'zininki mutaxassislar mavjud. Shunga bu kasblashgan sohalarda buning kasbi bo'lmagan, ya'ni ahli bo'lmagan, mutaxassislar bo'lmagan odamlarningki o'rlishi bu qarindoshlikni buzadi. Shunga bu yerda ahli bo'lmagan, salohiyat bo'lmagan odamlar aralashib bo'lmaydi bu soha. Bo'lib bu shar'iy sohalarga buning ahli bo'lmagan, kasbi bo'lmagan odamlar aralashib faqat bo'lmaydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim aniq qilib fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. İlahi ko'rsatma, shar'iy bir ko'rsatmada. Ya'ni islomdan ko'z qarash mushmasal qandoqdir bilmay qolgan bo'lsa, buni o'zining ahlidan so'radi. Kasb egisi so'radi. Agar biz ximiya to'g'risi bir masala duch keldik. To'g'ri Qur'on sunnat aniq keskin dalil yo'q. Ximiya to'g'risi bir masala. Buni kimdan so'raymiz? Buni ximiya shunasidan so'raymiz. Fasal bi xabiradi. Asma yulduzlarni tadqiq qilish bir jarayonida bir masalaga duch keldik. Masalan, Quyoshda ayninki harakat jarayoni deydi bir masala. Buni kimdan so'raymiz? Buni astronomichidan so'raymiz. Tibobat sohasida bir masala duch kelgan bo'lsak, masalan, qo'saqdiki bolaninki 9 oylik jarayoni masalasiga oyatlarni tushunish masalasi. Buni kimdan so'raymiz? Doktordan so'raymiz tabibdan. Demak, har bir masala o'zining ahlidan so'raymiz. Buning ahli bo'lmagan odamlar buni tiqib olsa, bu yerda nima yuz bir talash chiqadi, ziddiyat chiqadi, qarindosh buzildi. To'rtinchi qoida, shuna bu yuqorqini to'liqlamasa, har soy ahli bo'lmagan, ishni joyida qilolmaydigan, bilmay turib aralashib olgan odamlarni bugun kunlikda ko'gini bo'ldi. Bugun kunlikda hamma odam ulamo, hamma odam siyosiyon, hamma odam hech bir narsa deydi. Bu xil ayda bir Allohda yashayotimiz. Bularni islomiy ma'rifat sohasiga o'zining ahli bo'lmagan, izlanmagan, tadqiqmagan odamlar aralashib olgan ahvol mavjud. Eng bichora bo'lib qolgan, ya'ni eng zulm qilinayotgan soha islom sohasi bugun kunlikda. Hatto bugun namoz o'qimaydigan, aroq ichishdan bugun qadar to'xtamagan noahli odamlarning fatvo berib islom to'g'risida yozganligini ko'rishimiz bu echinishli bir ahvol. O'zining kasbi bilan shug'ullanmay,
en ağır cinayet, en ağır münkerattan toxtamay turib, İslam to'g'risida andaq-mandaq jo'ylashini ko'rish, bu haqiqatan bir echinishlik bir ahvol. Peygamberimizden bir hadisi var bu vaqtda. Alimlar bir-birlab o'lib tugab ketgan vaqtida olim qolmagan chaqda kishilar ongsiz, savotsiz odamlarni o'ziga mas'ul qilib oladi. Ya'ni o'lima tutib oladi demdik, yoki boshqa tutib oldi. So'ragan chaqda o'zi bilmaganlik uchun o'zini azdurdi, boshqalarni azdurdi. Ama afsuski bugun kunlikda olimlarimiz o'lib ketib qolmadi, hayotda uchun. Demak, maydonda boturug'liq bugun bu holat yuz bergan bo'lsa, o'lima bir-birlab hadis degandek bir-birlab o'lib ketgan chaqda yuz beradigan ahvollarni uni tasavvur qilish kerak, tasavvur kerak. Xo'sh. 5-chi qoida xatolashib qilish, hattoki to'g'ri yo'ldan ezib ketish ehtimoli har kimga nisbatan mavjud, ya'ni mumkin emas mumkin. Naq ezib ketishni bir yer qo'yib tursak, xatolashib qilish her insanın ko'z oldida başımız baş. Çünkü kullu bani adam hatta insanın hammasi xatolashidir. Bu yerda xatolik cho'ng xatolik bo'lishi mumkin, kichik xatolik bo'lishi mumkin. Ya'ni inson bo'lish xatoliklar xatosadir. Bu insonning yaxshisi qaysi desa, darhol yeni vaqt. Tavba qilib vaqt. Xo'sh. Shunga oyat bizga inson xatolashidir insonlar. Hattoki hidoyat yo'lida ketib berib, izib ketishi mumkin. Hattoki dindar holat yashab o'tib, dinsiz bo'lishi mumkin. Dindar bo'lib turib, ig'ir darajadagi fosiq, ozg'un shayton bo'lishi mumkin. Shu oyat bizga nasihat qilib, duo qilinglar. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Ya Allah bizni hidoyat yo'lga kirgizgandan keyin bizga iymon ne'matini to'g'ri yo'lni ko'rsatgandan keyin bizni ozdirib o'tmasa to'xtamay duo qilib turinglar ko'rdik. Demak, bu yerda har bir inson xatolash payg'ambardan boshqa. Shunga ba'zi bir xatoliklar, ba'zi inson yuz bersa ajablanishdan yo'q. İnsan xatolash. Masalan, bir siyosatchi siyosiy maydonda xatolashmaydigan quruq gap bu, yolg'onchayni xatolashmaydi degan bo'lsa. Bir yerimiz bir yerda xatolash. Ya cho'ng bo'ladi, yoki o'rtaral, yoki kichik bo'ladi. Bir o'limani misol qilsak, bir masala xatolashadi. Chunki payg'ambar emas u. Ya bir fatvoda xatolashadi, yoki bir fikrda xatolashadi, yoki bir masalada izlanish jarayonida xato ketib qoldi. İnsanda bazı. Bunun yaxshisi darhol xatoligini to'nib olgan. Demak, bu yerda insonga muomala qilgan chaqda farishta sifatida muomala qilsakmi? Ya ay falonim ay xatolashibdi. Ay falon turib bunda xatolik o'tkazibdi deb hayron qilishdan hojat yo'q. Yaxshisi biz ash xatolikqa tushib qolmasga Allohga duo qilaylik. Faloni xatolashgan bo'lsa, kim bo'lsin, qaysi maydonda bo'lsin, uning to'g'ri yo'lda menishiga duo qilaylik. To'g'rini ilmiy yo'li bilan, ilmiy tanqid bilan chiroyli usulda eslatib qo'yaylik. Bizning majburiyatimiz, qarindosh saqlashning yo'li bu. 6-chi, har sohadagi fikr sohiblari, har sohadagi ilmiy sohadagi, siyosiy sohadagi, iqtisodiy sohadagi va boshqa sohadagilar innamal mu'minuna ihva. Mu'minlar bir-biri qarindosh degan bu prinsipga, bu tarozi, bu o'lchamga rioya qilgan chaqda vaqt qarindosh buzilmaydi. Ammo afsuski bu halqa bugun kunlikda bir siyosiy ko'z qarash o'xshashmas. Ya'ni bu yerda o prinsipal masala bo'lgan bo'lsa, u ayrim bir gap. Prinsipal masala emas. Aslan mayada ish qilamdik, qo'yada ish qilamdik. Palana axun bilan ko'rishamdik yoki palana yerda ko'rishamdik deganga o'xshash. Uni qilsin bo'ldigan, buni qilsin bo'ldigan, kichikto'sin bo'ldigan masalada, yo'q u qilmaydi, men qildim, men oldiga chiqdim deganga o'xshash bu masaladan o'zaro bir-birini Xitoyga qilib qoladi dushmanlikdi. Bugun bu reallikda yashayapmiz. Qiysan qil, sen qilgan bo'lsang, uni fisabillah qilgan bo'lsang, savobini olaversin. Farishtalar tarafidan, solihlar tarafidan duo qilinaver. Xo'sh. Boshqalarni boshqa ish qildi. Hamma odamni ish qilish tashabbus qilamiz. Ammo qandaqdir birisi men qildim degan bilan boshqa kishilarga dushman nazari bilan qarash bu oyatga tamoman xilaf. Bu oyatda tamoman bu oyat qarshi yo'l tutganlik. Qanday bo'lib bu yerda bir qarindosh bir tarmoq bir masala, tarmoq bir tasavvur sababidan dushman tutib olish
Bu qanday musulmonlarchilik bu? Qanday siyosatchilik bu? Qanday ham saxtalik. Mesela deydi, bu falan partiyani ko'rishli, falan ko'rishmaydi. Mesela bugün falan partiyani qashib berib, datimizdan oldi, ertagin falan davlatga. İşte hadi mesela. Ondan pay chiqishi mumkin, chiqmasligi mumkin. Bugün qilibasım bo'ldi, 2 oydan keyin qilibasım bo'lgan bir masala. Chunki Qur'onda, sunnatda ma meydanda, ma yo'li bilan deydigan dalil bormi yo'q? Enin kendin bir siyasi prensiplik, mum karakterlik bir mesele, bundan bir mesele emas. Bu meseleler bilan bo'layotgan ziddiyatlar qarindoshim buzayotgan omillar. Demak, mağdığa yolning xaritasiga ega bo'lmaganlikdan, ro'shan mağdığa yo'l bo'lmaganlikdan, bir-birisiga bo'lgan dushmanlikni Xitoyga bo'lgan dushmanlikdan yuqori ko'rib olgan bo'ldi. Demak, xulosalgan vaqtimizda qarindosh saqlash har birimiz buzish tarafdor bo'lmaydi. Buzmak asan, kurmak tez. Ba'zan deyish mumkin, ba'zi ishni buzib yangidan tuzaydi. Bu o'zida bir yerda esqatgan, jiq yerda esqatmaydi mesela. Dastlab boshqalarning ishini buzib baqishdan ilgari o'zingiz yangidan o'zingizning atrofidagi odamlarni qurib baqing jinasini. Ro'shan yo'li bilan, ro'shan xarita bilan sog'lom yo'l qurib baqing. Agar to'g'ri topsangiz, boshqalar qo'llaydi, bozor topsiz. Ana ustiga ham avtomatik xalqning qo'lga chiqishi, uni buzishning, yiqitishning asli ketmaydi. Buzmak asan, tuzmak tez. Tuzmakdan bakra qurib chiqish u taxmin tez. Shu bu yerda tanqid qilaydi. İlmi yo'l bilan qilaydi, tuzish beraydi. Xo'sh. Isloh qilish, amal va isloh qilish tarafdori bo'laydi. Bölüşke, parçalışga biz sebepçi olmaydı. Biz takım bununla hess qo'shmaydi bir sebepler bilan. İjtihad karakterdeki yuqori deganimizdek siyosiy ijtihad karakteri bir mesele sebebinden o'zaro dushmanlik tushmaydi. Kuchimizni xo'rtib o'zaro bir-birimizni yo'qitib tashmaydi. E'tiborsizlashtirmaydi. Kuchimizni tejab, qarindoshligimizni saqlab, butun kuchimizni dushman qarasak, o vaqtda biz qarindoshligimizni endi saqlab qolaymiz. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Bütün taraflarni o'zicha yig'an shaklda hamma narsa tilqilin deb qarayman inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib 90-sonimiz o'shada vaqt e'tibori bilan oxirlashdi. Haqiqatan har birimiz mayli normal bir shaxs sifatida hayotimizni yashayotgan biri bo'laydi yoki huquq tutqanlar bo'laydi yoki siyosiy ish qilayotgan tijoratchi bo'lsin. Hamma sohadagi inson o'ziga yarasha bir narsani chiqarib oladigan shaklda bir ma'lumot berildi inshaalloh. Rabbim har birimizni o'zimizni shunday tekshirib turadigan, xuddi Umar radhiyallohu anhuning degandek hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yani aslida bütün jamiyatda chiqadigan barliq qalaymaqonchilik masalalarning hammasi inson o'zini so'ragan bo'lsa oldi bilan shu Umar radhiyallohu anhuning degandek sizlar yaqinda hisobga tortilishdan burun o'zinglardan hisob elinglar degan bu güzel so'zni asli har birimiz o'zimizga ijro qiladigan bo'lsak, o'zimizni davomli ana shunday tekshirib turishni o'zimizga bir odat qilgan bo'lsak, aslida bunchavala o'zimiznikiga qaramay boshqalarnikini aqtirib yurishdi. Bu xatolikka tushmagan bo'ladi. Shunga Rabbimiz har birimizga mushu tuyg'u, mushu hissiyot, mushu nimani iymonni bersin deb tilaymiz. Rabbim inshaalloh umr basi oldimizdagi sonda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.